Tandirchilar yerga quyosh nuri tushmay turib ish boshlaydilar. Faoliyatlari esa tuproqni saralashdan boshlanadi. Tandir tuprog'i uchun Rishton tumanidan qizil tuproq olib kelinadi. Sababi qizil tuproqdan yasalgan tandir uzoq yillar sifatini yo'qotmaydi. Tandirchi tuproqni suv bilan aralashtiradi. Sayfuddin ota Toshmatovni Buvayda tumanida ko'pchilik taniydi. Ustaning xonadoniga borganimizda qizg'in mehnat bilan band edi. Tandir uchun loy qorayotganiga guvoh bo'ldik. Mana hozir jarayonda ko'rdingizmi? Bu nevaram tandirning ichida tug'ilganda biz ham xuddi shunaqa yoshligimizdan birovni xonadoniga borib loy tepib tandirchi bo'lganmiz, otamizdan shu ko'rib yurib ko'zimiz pishib qoladi-da, bizni mana shu tandirchilar bolalari tezda hunarni egallaydi. Chunki hali jismoniy ishga bularni yoshlikdan solmasak ham o'sha jarayonlar ko'rib yurib ko'zi pishib qoladi. Tandir yasash ancha murakkab jarayon. Loy qorishdan tortib, uni pishitish, tindirish, tandir shakliga keltirib toki mahsulot tayyor bo'lguncha ishlov berish va quritish uchun hunarmanddan sabr va diqqatni talab etadi. Ota bolaligidan shu hunarni mukammal egallaganini, ilk tayyorlagan qo'l mehnatini esga oladi. 8-9-sinfda o'qigan paytimda men ikkita eshak aravaga tandir chiqarib berardim. Katinam rahmatli, undan qilasan, bundan qilasan deb otamning onasi ikkalamiz hali tandirni bitirib qo'ydik, lekin bundaqa mukammal chiroyli chiqmadi. Otam juda boplasiz o'g'lim dedi. Shuni sekin-sekin boplayapman ekan deb kirishib ketganmiz nimaga. Tandirchilikning daromadi yaxshi, ammo mashaqqati og'ir deydi hunarmand. Shirin uyqudan voz kechish, 42 darajali issiqda ham loy qotib qolmasligi uchun mushlash, ob-havoni injiqliklarga dosh berish. Bir kunda 5-10 ta tandir qilsangiz, buncha bo'lar ekan deydi. U tandirni boshlanishidan to xardorni uyga kirib borib, uni cho'ntakdan pulini olganingizcha ancha vaqt o'tadi-da. Tandirchilik o'ta mashaqqatli ish. Mayda bir 20 ta tandirni qo'tarib qo'ysangiz, kechasi yomg'ir yog'ib qolsa, uyquni bedor qilib chiqib shuni olib qochasiz. Ana mashaqqatli ishlari ko'p. Loy ma'lum vaqt oftobda qotirilgandan so'ng pahol jun qo'shiladi. Ustaning aytishicha, bu tandir sifatini yaxshilaydi. Quruq loyni o'zi 4 qadam ham yurmaydi. Chunki o'sha xaridorni uyga eson-omon yetib, sinmay yetib borish uchun mana shu mahsulotlar qo'shiladi. Uni qurganimizdan keyin uning ichida so'tka bir o't yonadi, bizning mahsulotlarimiz kuyib ketadi, hech narsa qolmaydi buning ichida. Faqat o'sha xaridorni uyga yetkazib borish uchun bu tepish, jun qo'shish hamma nimalar texnikasida yurish kerak-da. Tandirlarda ham turlari bor. Somsa, non va nonvoy tandirlar quriladi ustalar tomonidan. Har bir tandirni qurishning mashaqqati bor. Masalan, somsa va non tandir bir kun davomida quriladi. Nonvoy tandir esa ko'proq vaqtni talab qiladi. Katta tandir bir kun, ikki kunda bitmaydi, 3 kun, 4 kunda yuzini ko'rib bitadi. Mana shu tandirlarni tagi 3 kun burun yozganmiz. Mana uni hozir yozib qo'ydik ko'zingiz oldida. Buni ertaga ustiga qo'yiladi. Uni tandirlar ustiga qo'yiladi. O'rtasi mana o'rta pesh. Endi mashaqqati, lekin bu katta tandirda o'zimizkilar olib borib qurib beradi. Hatto nafas olay turganingiz ham esingizdan chiqib qoladigan darajada bor e'tiborni shunga qaratmasangiz, tandirni otqizib berasiz. O'tni kuchaytirmaslik kerak. O't yoqay turganda ichiga lapatkinimda solib, kurak bilamda o'tni to'sib turiladi. Hali guv etib degan yerda ot beradi. Endi buni tandirni ichiga o't yoqib olib, qo'l kuyaydigan bo'lganda loy bossa, tandir otmaydi hech qachon. Sayfuddin otaning tandirlarini mamlakatimizning barcha hududlarida ko'rishingiz mumkin. Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston singari mamlakatlarga tandir eksporti ham amalga oshirilyapti. Usta bilan suhbatimiz davomida antiqa ma'lumotni aytib qoldi. So'zlariga qaraganda, tandir odam tanlaydi. O'sha nimada o'sha tandir yetib borgan taqdirda ham yaxshi chiqmasligi mumkin. Ya ot beradi, ya kessak ko'chaydigan bo'lib qoladi. Gohida odamlar keladi, tandirdan kessak ko'chayadi. Xo'p, biz bir kunda 6 ta tandir qilsak, 6 ta xo'jalikka sotdik. Sizda chiniday chiqib qolgan tandir bu kishining uyida yomon chiqib qolishi mumkin. Ana endi biz jon saqlaymizki, xo'p, nimaga palonchinikidan ketsa ko'chmayapti. Ishlovi bir xil bo'lsa, tuproq bir xil bo'lsa, demak, siz aybni o'zingizdan axtaring deymiz mijozga.
Tandirchilik ortidan ota farzandlarini o'qitdi. Har biriga alohida uy qurdi. Nabiralarini to'ylari ham shu hunar ortidan. Aytishicha, tandirni tashish uchun ikkita kichikroq, xorijga olib borish uchun kattaroq mashina sotib olishdi. Ana qora mashina ishkadagan o'g'limniki. Kichkina o'g'ilda edi, bu mashina akasiga berdi. Uni Suluyevning mashinasi bor. U o'g'ilda ham tenterasi bor, o'rtancha o'g'limda ham. Chunki bari mehnatni nimasida. Hozir chunki sayiz davrida ham hali kim oyyor olsa qiynalgan, hozir ham oyyor qiynalyapti. Mehnatkash odam qiynalgan yo'q. Sayfiddin ota qurgan tandirlar nonvoylarning ustaxonasiga quriladi. Olov yoqib qizitiladi. Ana keyin puvayda nonlari yopiladi. Bu jarayonlar esa boshqa voqelik.